Shag'al yo'lda ham Murave 10 ga chapga tashlamayapti. Tank balon modelimiz sotuvga chiqdi. Motorlari 130 ga 180 qilib ishlar. 1800 tali motorlar bilan jihozlar 6 amperli degani bo'lgani. Nomerlari bor. Dokumentida hech qanaqa muammo bo'lmaydi, Alloh nasib qilsa. NFC kartalari qo'shilgan qo'shimchasiga. Yillari 2026. Vodiychi $1200 ga dastavkalar. Optimga ham ishlaymiz. Optim so'raganlarga. O'tkichida obzor qilyapman. $1200 dan. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari. Yangiliklarimiz kelishda davom etyapti. Biroz kunimiz yorug', quyosh kameralarimizga ozroq xalaqit qilyapti. Yangilik nima desalaring, tank balon modelimiz sotuvga chiqdi va nihoyat. Ko'pchilik so'ragan edi. Sotuvga keldimi, yana sotuvga chiqadimi deganlarga yana ko'rishlar mumkin. Tank balon. Oldingi balonlardan nimasida farqi bor? Razmerida. Ya'ni razmeri kattalashgan. 23 mana ko'rishlar mumkin. Bundan oldingilari 27-10 razmerda, bunisi 23-7-10 razmerda chiqqan balonlar ham ancha yaxshilangan, ramalari juda chiroyli holatda ko'rishlar mumkin. Sifati o'zlaring bilasizlar, biz sizlarga yomon sifatli narsani tavsiya qilmaymiz. Imkon boricha tanlab gullarni sizlarga ko'rsatyapmiz, video obzorlarni qilyapmiz. YouTube kanallarimizga joylayapmiz. Shuncha mehnatimizni natijasi bilan sizlarga yaxshi narsalar yetkazib beryapmiz. Mehnatlarimiz uchun like va podpiska tugmalarini bosib qo'ysalar, juda xursand bo'lamiz. Xo'p, demak, obzorimizni boshladik. Ikki xil rangda, tomni-siniy hamda mana shunday mokriy ranglarda oranjeviy dugalar bilan ranglar kolaboratsiya qilingan ko'rishlar mumkin. Diskalari ham mana shunday oranjeviy diskalarda chiqqan. Oldingi diskalari qora bo'lardi yoki mokriy bo'lardi. Bunga yangicha dizayn qilingan oranjeviy diskalarda. Xo'p. Oldida deyarli o'zgarish yo'q. O'sha 6 ta fari, asosiy yorituvchi fari, oldida maxsus labo oynalari, mana shunday bokovoy oynalari. Eng asosiy yangiliklardan biri mana shunday NFC kartalari qo'shilgan qo'shimchasiga. Sifati a'lo darajada. Bort razmerlari 130 ga 180 qilib ishlangan, standart 1 tonnalik bortda ko'rishlar mumkin. Qo'shimchalarda nimalar bor deganlarga, qo'shimchasi full holatda. Kaska, maxsus sertifikat qog'ozlari, yomg'irga qarshi kiyimlari, mana shunday tamkiratlari ko'rishlar mumkin. A'lo darajada zaryadnilari. Bir so'z bilan aytganda juda sifatli va yaxshi mahsulot. Xo'p, bortlari juda sifatli ishlangan. Ko'rishlar mumkin. Bortdagi ham profillar juda ko'p tashlangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta, naqd 6 ta ko'rishlar mumkin. Juda mustahkam. Rabochiy silindrlari maxsus. Bort ko'taruvchi silindrlari 2 ta ishlangan. Amortizatorlari 4 tadan. Risor, qo'sh risor ko'rishlar mumkin. 2 tali qalin qilib ishlangan. Purjunalar bilan jihozlangan, purjunalari yaxshi. Motorlarni ko'rishlar mumkin. Motori nechchilik deganlarga ana 1800 tali motorlar bilan jihozlangan. 1800 tali motor hamda 1800 tali motor bilan jihozlangan. Akkumulyatorlari esa hali to'g'risi o'zim ham to'liq o'rganganim yo'q. Akkumulyatorlari 76 amperlik, hurmatli mijozlar, 76 amperlik degani bo'lgani eng katta akkumulyator hozirgi kunda. O'zini maxsus rama nomerlari bor. Dokumentlarda hech qanday muammolar bo'lmaydi. Shot spravkalarini qilib beramiz. O'zining nomlangan оформление bo'ladi va mana bunday stakanchiklari ham alohida tema ko'rishlar mumkin. Yozda issiq kunida, dalada ishlaganda muzdek suvlarni sog'olib nima deyapti? Sifati juda a'lo darajada chiqqan. Oldi baloni 5 ga 12, orqasi o'sha tank balon. Bu hozir tomni-siniy rangini obzor qildik. Mana bu mokriy rangi. Deyarli bir xil, hech qanday farqi yo'q. Bekoriga bittasini ko'tarib, bittasini tushirib qo'ymadik. Chunki bitta obzorda ikkovini ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Kimdirlar aytishyapti kommentariyada, ko'tarib tushiryapsizlar, ranglarini to'liq ko'rsatinglar deganlarga mana ikki xil rangda zavoddan kelgan, yillari 2026, eski narsa emas, mana mokriy. Yonlarida 4 tadan tiyagalari bor. Bort razmerlari baland, u kichina 50 sm bort bas mana. O'zlaring ko'rib turibsizlar, baland qilib ishlangan. Orqadagi ochilishlari ham juda sifatli. Buni qo'lda qisadigan ruchkalar qo'yilmagan, yaxshisidan qo'yilgan ochilishlari mana. Bort ochilganda ham. O'zi kraskalari ham aytib turibdi, materialda sifatini. Xudo xolasa juda chiroyli ishlangan. Eng yana yaxshi tarafi mana bunday svarka emas, bolt gaykaga qotgan. Bu uncha sinishlarni kamaytiradi. Nimaga? Chunki svarka ko'chib ketadi, bilasizlar, bolt gayka esa mustahkam. Naboda uzilgan taqdirda ham, nagruzga tushib bolt gaykalar uzilib ketgan taqdirda ham o'rnini boshqa qo'yishlar mumkin.
juda sifatli ishlangan. Zapaska balonlari ham bor. Zapaska balonlari 5 ga 12. Kichkina razmerdagi zapaska baloni bas mana. Tomli siniy rangi, quyoshdan pana joyda ko'rinishi, mana mokriy rangi. Kimga qanaqa rangi qiziq bo'lsa. Xo'p, narxi eng asosiy joyi, narxi bizda JM ga o'xshab rangida narx rol o'ynamaydi. Bizda standart bir xil narx. Tank balonlarimiz $1200 dan vodiy ichi dastavkasi bepul. Qolgan viloyatda imzolarimizga kelishgan holda dastavkalar bilan qilib beramiz. Shunga e'tiborli bo'linglar. Kommentariyada so'rayapsizlar, Surxondaryo, Toshkent, Qashqadaryo, Buxoro deb kelishamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, yo'l kirolarni kelishib, imkon qadar qo'limizdan kelgancha narxlarni chiroyli qilib beramiz. Vodiy ichi $1200 ga dastavkalari ichida yetib boradi. Qayerdan bo'lish qat'iy nazar, chegara bo'ladimi? Do'stlik chegarasi Andijon tarafdagi mijozlarimiz, yo bo'lmasa Ko'kyor, Namangan tarafdagi mijozlarimiz $1200 dastavkasi ichida ortiqcha to'lov olinmaydi. Dokumentlari ham shu narxda ichida beramiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Primoy zavodni o'zida emas. Ko'rishlar mumkin, mana tank balonlarimiz, furalarga ham yuklayapmiz. Delfin rangi hamda mokriy rangi, boshqacha rangi yo'q. So'raganlarga furalarga optimga ham ishlaymiz. Optim so'raganlarga albatta optimga boshqacha narx bo'ladi. Buni hamma biladi. Narxlarni har 10 taga narxlari o'zgaraveradi. 30 ta olsalar ham boshqa narx, 20 ta olsalar ham boshqa narx, 10 ta metr olasalar ham boshqa narx. Optimga ham butun 12 ta viloyat bilan ishlayveramiz. Kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Sifatlari a'lo darajada. Mana do'konimizga ham xudo xolasa mokriy rangini sotuvga olib chiqib ketyapmiz. Bemalol bizni kuzatishda davom etinglar. Hali yangiliklarimiz oldinda, hurmatli mijozlar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysalar, boshimiz nihoyatda ko'kka yetadi. Sog' va salomat bo'linglar. Hozir Alloh nasib qilsa Murabayimizni test drive'ini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli mijozlar, nimada muvaffaq zavodda o'zdamiz. Bekorga zavodda o'zda test drive'ini ko'rsataman demadim. Nimaga? Ha, mana bunday tekis yo'l bor, ha, mana bunday shaharli yo'llar bor. Ataylab shuna yo'lda sizlarga ko'rsatay, qanaqa yurishini bilasizlar mana. Xo'p, NFC kartalari bor. NFC kartani ishlatish ham juda oson. Tekkizasizlar, bo'ldi, yonadi. Bismillah deb test drive'ini boshladik. Xudo xolasa test drive'dan bahramand bo'lishingiz mumkin. 3 ta skor bor. Har uchalasi yurishlari bemalol chiqib ketyapti. Umuman uyaltirmasdan ko'rishingiz mumkin. Mana tekis yo'l. Yonida tiyagalarda ovozi bor, hurmatli mijozlar. Ortiqcha ramada yoki bort qismlarida ovozi yo'q. Juda yurishlari ot desa ham bo'ladi, tortishlari yaxshi, tezliklari. Podiyomlarga tushishda ham motorol qiynalmasdan tushib ketyapti. Xolasa sifatlari zo'r. Endi mana sekin shag'al yo'lda yurishini tekshiramiz sizlar bilan. Ozmoz yo'l yomonligi uchun ovozlar bor, ko'rishlar mumkin. Mana zavodda ichida obzor qilyapman. Lekin yurishlari har tomonlama tetik. Yo'lni ham hisobga olinglar, ovozi juda ovoz chiqyapti-yu deganlarga dalani yo'llari bundan ham battar bo'ladi. Ayniqsa dehqonlarimiz bilishadi yoki yerda ichiga kirgizganda. Shag'al yo'lda ham Muravay o'ngga chapga tashamayapti, rullari yaxshi. Endi to'g'ri tez yurganimiz yo'q. Nimaga? Chunki bir qo'lda boshqaryapmiz. Shulardan inobatga olasizlar, lekin yurishlari yaxshi. Alloh nasib qilsa sifatsiz narsani tavsiya qilganimiz yo'q mijozlarimizga. Yaxshi sifatli narsalarni tavsiya qilyapmiz. Bundan keyin ham xudo xolasa shu ruhda davom etamiz. Sizlar uchun sifatli mahsulotlarni tavsiya qilamiz. Test drive'imizni ham tugatdik, ko'rishlar mumkin. Yurishlari, kuchlari hamma joylari joy-joyida. Ancha sifatli, kaltini joyiga chiqib qo'yamiz. Xo'sh. Zavodda o'zdamiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Pastda yozilgan nomerlarga telefon qilsalar, chiroyli holatda dastavkalar bilan yetkazib kelamiz. Xolasalar do'konlarimizga kelinglar, xolasalar onlayn buyurtma beringlar. Buyurtmalarimiz ishlayapti, dastavkalarimiz mavjud. Mana shunday mashinalarda chiroyli holatda yetkazib beramiz. Vodiy ichi dastavkamiz bepul, yana qaytarib o'taman. Qolgan viloyatlar kelishgan holda dastavka beramiz. Narxi $1200 dan. Dastavkalar bilan Rahman nomerlarini ham ko'rsatib qo'yaman. Mana shu test drive'imiz davomida ana. Rahman nomerlari bor. Dokumentida hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Alloh nasib qilsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlarni do'konlarimizda kutib olamiz.